Tak. Bizni tuning atelyeda Kia Sonet metan qo'yilgan. Ko'pchilik hozirgacha Kia Sonetlarni, ana u jaklarni yoki Shinray-Pinraylarni hozirgacha ham gazoviklar proshivka qilib bo'lmaydi deb yurar ekanda. Shu gazoviklarga shu videoni tashab qo'yinglar. Mana shuni Kia'mizni, Sonetchamizni gaz ko'tarmay turdi. Hozir ana metanga mosladik. Как положено, benzinday xuddi. Pedalcha ideal. Hali gazini даже настройка qilganimiz yo'q. Shunaqa xizmatlar bo'lsa o'rtoqlar, любой modelga murojaat qilaverasizlar. Отзыв eshitamiz, haydab keldilar, tekshirib ko'rdilar. Og'ajon fikringizni bitta aytsangiz? Ancha o'zgargan, haqiqatda ham odamlar aytishganda bor ekan. O'zgarish bor, ancha metanga yurishi aqlli bo'ldi. Yengil ana konsonentdan qo'shib haydab keldik, mashina zo'r. Maslahat beraman kelishni. Metanga yurmayapti, mani inomarkam deb yurganlar, gruzovoy bo'ladimi? Mana bunaqa sedan bo'ladimi, crossover bo'ladimi? Любойga javob. Salomat bo'ling.